Assalamu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi temamiz suyak shalanglash to'g'risida. Nurg'un kishilar suyak shalanglash kasaliga giriftor bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu kasalning dastlabki bosqichlarining klinikalik alomatlari bo'lmag'achqa, kasal bo'lganligini bilolmaydi. Klinikalik alomatlari ko'rilgan chaqda bek kechikkan bo'ladi. Shunga bugungi videomizda suyak shalanglash degan nima? Onun yüz berişinin aldığını iliş için nima qila olamiz? Navada sizde bu kesel bolsa, bunun ağırlap ketishini aslatqılı, hatta keyniga qaytırğılı, yani süngekni sağlam holatga keltirgili bo'lamdi. Bu to'g'riliq qisqacha to'xtalib o'tamiz. Endi biz süngekka qaraydigan bo'lsak, u bir qattiq, o'zgarmaydigan jismdek ko'rindi. Lekin uni mikroskop seviyesida analiz qilsak, suyak hücrəsimi xuddi boshqa hücrələrə o'xshash qon tomirlardan oziqlik va oksigenni qabul qilib, ularni iste'mol qilib bo'lgandan keyin keraksiz mahsulotlarni qon tomirlarga, ya'ni yana qaytirib beradigan, shundaqla chidamchanligi va elastikligi yuqori bo'lgan ham o'zini to'xtamay yengilab turadigan hayot bir organ ekanligini bilalaymiz. Suyak hücresida ikki xil asosiy hücre bo'lib, bunun birisi osteoklast deb ataladi. Bu qiyirgan, buzulgan, keraksiz suyak hücrelerini parçalab yo'qotadi. U hech qachon normal hücrelarni parçalamaydi. Yana bir xil hücre bo'lsa, osteoplast deb ataladi. Bu davomliq yangi sog'lom suyak hücresini yasaydi. Ular nəhayət yaxşı proqramlaşdırılған bo'lib, qaysi hücrəni parçalab yo'qotishni va nega yangi suyak hücresini yasashni biladi. Yosh cho'ngaygan siri yemeklik yeganda to'g'ri oziqlanmaslik, aroq ichib tamak chekish qatorliq omillar suyakning o'zini yangilash sur'atini asıltıdı. Yani suyak yasaydigan hücrenin iqtidori tövellaydi degan gap. Yangi sog'lom suyak hücreleri azlagandan keyin suyakning zichligi tövellaydi. Bundaq davomlashaversa, suyak shalanglash kelib chiqadi. Masalan, sol tarafdagisi normal suyak hücresi, uningdan bara-bara suyak shalanglashgan holati, o'ng tarafdagisi bo'lsa, suyakning ichidagi kavaklar yo'g'inab, zichligi tövellab ketgan holatda. Bu chaqda bundaq suyak elastikligini nihoyat tuvan bo'ladi, chürük bo'ladi, asalla suyak sunishni keltirib chiqaradi. Unda esa suyak shalanglashga sabab bo'ladigan omillar. Bunun birincisi tamak çekiş ve aroq ichish, ikkinchisi D vitamin bilan K2 vitamini kam bo'lish, uchinchisi axlat yemekliklar va tatliq yemekliklarni ko'p iste'mol qilish, uningdan keyin bo'lsa harakati oz, harakat qilishni yaxshi ko'rmaslik, beshinchisi tatliq karbonat ichimliklarini iste'mol qilish. Altıncısı aşqazon kislotasini kesadigan dorilarni iste'mol qilish. Yettincisi hormon tuvan bo'lish. Buningda erlik ayollik hormonlarning tuvan bo'lishi demakchi. Sakkizinchisi diabet kasalining ba'zi dorilari suyak shalanglashini keltirib chiqardi. To'qqizinchisi steroid hormon dorisini yuqori miqdorda uzun muddat iste'mol qilish suyak shalanglashining sababi bo'la oladi. Suyak shalanglashgandan keyin buni suyakning zichligini o'lchaydigan apparat orqali diagnoz qo'yishga bo'ladi. Unda bo'lsa, qanday qilganda suyak shalanglashining oldini olg'ili bo'ladi? Bu to'g'rida so'z to'xtalaylik. Birinchisi, pishiqlab ishlangan tayyor yemekliklar, karbon suv birikmalari, tatliq yemekliklar suyakning zichligini tövellatadi. Şuna bulardan saqlanish kerak. Suyakning asosiy
50% tərkibi kollagenlik aqsildan tuzilgan bo'lg'achqa, kollagen tərkibi mol bo'lgan yeməklərni yeyish kerak. Masalan, mayliq go'sht, bosh paqalchoq, qovurg'a sho'rpisi, suyak sho'rpisi qatorliq. Suyakning asosi bo'lgan kollagen aqsilini nihoyat yaxshi to'liqlaydi. Suyak yana kaliy, magniy, fosfor qatorliq mineral moddalarga ehtiyojliq. Ularni yeməklik orqali to'liqlagan eng yaxshi. Masalan, qilib etsaq, tuxumning shaklini qaynatgan sho'rpalarımızga sep qo'ysak, bu tabiiy holatda kalsiy to'liqlay oladi. Kalsiyni tablet holatda iste'mol qilish ancha to'g'ri emas. Buningda xatarlik ahvollar kelib chiqa oladi. Bu to'g'riliq boshqa bir video ishlashga to'g'ri keldi. Shunga buni keyin to'xtalamiz. Shunga amal va kalsiyni tablet vitamin to'liqladim deb to'liqlamay, amal va tabiiy holatda yeməklikdən to'liqlagan yaxshi. İkinci qila oladigan ishimiz harakat. Suyak o'zini to'xtamay yengilab turadigan hayot to'qilmadidiq. Bo'libmi ig'irlik ko'taradigan suyaklar davomli o'zidagi koni va qiyrigan suyak hujayralarini parchalab yo'qotib, sog'lom bo'lgan yangi hujayralarni shakllantirdi. Navoda davomli yugurib ham ig'irlik ko'tarish qatorliq faoliyatlar bilan shug'ullanib bersa, osteoblast degan hujayra, ya'ni suyak hujayrasi yasaydigan hujayraga qo'zg'atqichlik rol o'ynaydi. Buni bilan suyakning zichligi ortib, chidamchan va kuchli bo'la oladi. Uzun vaqt o'rin tutib yetib qolgan bemorlar yoki bo'lmasa harakat qilishni yaxshi ko'rmay, to'liq o'tirib olgan yoki yetib olganlar kishilarning skeletiga besim tushmagandan keyin osteoblast hujayrasining yangi sog'lom bo'lgan suyak hujayra ajratib chiqarilishi tuvallaydi. Lekin normalda hujayralar belgilik muddat yashagandan keyin o'ladi. Shunga yangisi ishlanmagan bilan konisini osteoklast degan hujayra davomli parchalab yo'qotib turadi. Shuning bilan suyakning zichligi tuvallaydi. Shuningga davomli yetib olsa, yoki bo'lmasa harakatni jiq qilmaganlarning tabiiy sunki shalanglashib ketadi. Shunga bek diqqat qilish kerak. Harakat qilishni yaxshi ko'rmaydigan qarindoshlarimiz asta-asta harakat qilishni boshlab, badan chiniqtirishga ahamiyat berishimiz kerak. Üçüncü diqqat qiladigan ishimiz aroq bilan tamakini tashlash. Bu ikkisining hech qanday foydasi yo'q. Ziyinni aytib ko'p. Ziyinni so'zlashga bekchiq vaqt ketadi. Shuning bu to'g'riliq to'xtalmay. To'rtinchi qila oladigan ishimiz vitamin D ga ehtiyojimiz bor. Buning uchun oftobga qaqlanish nihoyat muhim. Kunda oftobga 15 minut qaqlanib berganda bu badanimizga ehtiyojli bo'lgan D vitaminini to'liqlay olamiz. Shunga amal bo'lsa, rayonda yashaydigan qarindoshlarimiz oftobga qaqlanib bergan eng yaxshi. Oftob qaqlangandan keyin D vitamini yeyishning hojati yo'q. Navoda sharoit yor bermasa, yoki bo'lmasa, shimol tarafda yashaydiganlarning 9-oydagi asos jihatdan yo'riq vaqti bek oz bo'ldi kunning. Uning uchun unda vaqtda D vitaminini iste'mol qilib bersa bo'ladi. D vitaminining rolini to'liq yaxshi joriy qildirish uchun vitamin K2 ni iste'mol qilish kerak. Vitamin K2 bo'lganda buni yana MK7 degan tarkibi borni iste'mol qilsa yaxshi. Buni iste'mol qilmasa, o D vitaminining rolini bek yaxshi joriy qildirib bo'lmaydi. Bu to'g'riliqmi keyin boshqa video ishlashga to'g'ri keldi, inshaalloh. Undan keyin qila oladigan ishimiz o'rinsiz dori yeyishdan saqlanish kerak. Masalan, oshqozon kislotasini kesadigan dorilarni amalga ishlatmaslik kerak. U oshqozonning muhiti cho'qim kislotasiga yuqori bo'lishi kerak. Unda bo'lmaganda oshqozon orqali so'miriladigan ba'zi vitaminlarni so'miranmaydi. Masalan, yemeklikdan keladigan vitaminlarni so'miranmaydi. U ishqorligiga ishib ketgan chog'da uning normal ozuqlarni
sömürüş iqtidariga ta'sir etadi. Onun uchun amal va u dorilarni ishlatmaslik kerak. Navoda uni uzun muddat ishlatganda vitamin kamchilik bo'lib, u nima suyak chalang'ishiga sabab bo'la oladi. Yana biriga shu diabet kasalining ba'zan dorilari suyak chalang'ish kasalini keltirib chiqara oladi. Unda bo'lgandan keyin amal va oldingi diabet to'g'riliq videolarimda so'zladim. Amal va diabetni yemekni kontrol qilish ham ro'za tutish orqali davolashga ahamiyat berib, dori yemagidek bo'lsa, amal va dori yemagan yaxshi. Endi undan boshqa yana kasallik sababi tufaylidan ba'zan kasalliklarga steroid hormon dorisini ishlatishga majbur bo'lib qoladi. Yuqori miqdorda bunda dorilarni ishlatgan chog'da albatta suyak chalang'ishni keltirdi. Bu chog'da yuqorqi degan diqqat qiladigan ishlarga diqqat qilib, D vitamin bilan K vitaminini to'liqlashga ahamiyat berish kerak. Yana birisi yosh 40 dan oshgandan keyin erlik va ayollik hormonlar badanda ozlashga boshlaydi. Bu hormonlar ozlagandan keyin suyakning zichlariga ta'sir qiladi. Shuning uchun bu yosh 40 dan oshgandan keyin amal va hammamiz yuqorqidek diqqat qiladigan ishlarga, yeydigan yemeklarga diqqat qilib, harakat qilib, chiniqib qilib berishimiz kerak. Shunda qilganda uning suyak chalang'ishining oldini olib bo'ldi. Navoda suyak chalang'lashgan bo'lsa, shu ig'irlik ko'tarib, yugurib, mushta qilib bersa, uning zichlarini oshirishga yordam qiladi. Shunga qarindoshlar yuqorida so'zlagan nuqtalarga diqqat qilib, chiniqib, yemeklardan xuddi ota-onalarimiz burun qilgan boshbaqalchoq yeyish, sho'rib ichish degan shu ota-bobolarimizning yo'lida bo'lsak xato emas. Bugun bu to'g'riliq qisqacha to'xtaldim. Inshaalloh boshqa mazmunlarda yana ko'rishguncha Allohga omonat.